Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Do'stlar, mana safarimiz qaridi. Oxirgi kun, oxirgi tavoflarni qilib oldik. Namozdan o'qib oldik. Hammalardan Alloh rozi bo'lsin. Mana shu joylarga kelish, hammalarga nasib qilsin. Hajlarga kelish nasib qilsin, oilalar bilan kelish nasib qilsin. O'ylagan yaxshi niyatingizga yetib yuringlar. Xonadonlarga fayz va baraka bersin Alloh. Ishlarning rivojini, barakasini bersin. Dardmandlarga dardiga shifo bersin. Ish yurishmayotganlar ishni yurg'izib yuborsin. Ya Robbim, hammamizdan rozi bo'l. O'tganlarimizni o'zing rahmatingga yog'gin. Qolganlarni sog' salomat qilgin. O'rtoqlar bilan xayrlashamiz. Ka'ba bilan yana kelish nasib etsin hammamizga. Amin. Alloh